barcha onalarga bag'ishlanadi. Gulshifta Faroxani Ona mehri filmida. Rollarda Husayn Yoriy, Sahar Davlatshohi, Sahar Davlatobodi, Amir Husayn Siddiq, Mortiyo Adrasyon. Bo'ladi. Bach asarlaridan chaling. Mi major. Yetarli. Mendelson asarlaridan. Yaxshi, charchamang. Keyingisi. Minnatdorman. Salom, judayam zo'r chalding. Unchalik emas. Maktabni nima qildingiz? Bolalardan qanday imtihon olganimni ham bilmay qoldim. Rostdan eshitdingizmi? Meni payqadamim yaxshi, ishonchim komil. Aytganingiz kelsin. Salom. Salom, Malajon. Yana eshik oldida o'tiribsizmi? Abbos og'ayni ahvozdan kelishini kutyapman. Kerak emas, Malohat. Olib chiqaman. Malohat, men o'zim. Olib chiqaveray. Qurboningiz bo'lay, bera qoling. Hozir kelib qolsa eshik oldida bo'lmasangiz shaharni Xudo boshiga haqqi shu ko'taradi. Abbos og'ayni rashkidan charchadim-da. Oyi. Oyi. Men bu yerdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha kechikmasang. Voy, oyi. Bu pardalarni nima qildingiz? Jo'natmani olishga borgandim, kech bo'lib ketdi. Senga xabar kelgandi. Xabar? Ha. Salom xonimim. Uxlamayapsanmi? Uyg'oqmisan? Uydamisan o'zi? Qayerdan? Nuqul yugur bilan band. Meni va o'zingni o'ylamasang ham, loqal farzandimiz haqida o'yla. O'ylayapman. Xo'p, azizam. Afsuski ertangi Tehronga parvozimiz bekor qilinibdi. Yo'q. Men bir necha kun yoningda bo'la olmayman. Yo'q. Ammo agar atrofingga yaxshilab qarasang, meni ko'rasan. Hamisha qalban yoningdaman. Oyjoningga salomimni yetkaz. Tag'in bu rasmni uyingni devorga osmagin. Uyat bo'ladi. Nimasi uyat, oyijon? Qarang, oyi, o'zlaringizni rasmingizni.
Oyi. Dadamga ko'z uzmay qarabsizmi? O'sha payt rahmatli ammang rosa ro'molingni ko'tardirdi. Men esa parvo ham qilmasdim. Shuda, sizga ammam ro'molni gapiribdi. Siz dadamga nega qarayapsiz? Yoki ularni sumbul sochlaringizni ko'rib qolishlaridan qo'rqdingizmi? Juda yaxshi. Endi bir kamish qoluvdi, mazax qilmaganing. Voy, oyi, lekin dadam juda omadli ekanda. Bo'ldi, qalay, hoy qiz. Buni ko'rdingizmi? Bas, Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqara olursiz? Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqara olursiz? Robbingizning qaysi ne'matlarini Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqara olursiz? olursiz? Robbingizning qaysi ne'matlarini Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqara olursiz? ...581 reys bilan Barselonadan parvoz qilgan samolyot hozirgina qo'ndi. Barselonada faqat majlis bilan band bo'ldingizmi? Picasso muzeyiga bormadingizmi? Xush keldingiz. O'zgarishlar zo'r-ku, qo'llaring dard ko'rmasin. Farzona bilan birga shogirdlari ham yordam qilishdi. Devor rangini biroz kul rangga yaqinroq qilsang bo'larkan. O'ldirdingiz siz meni shu kulrang deyishingiz bilan. Bu sizga idoramidi? Bu belanchak qayerdan keldi tag'in? Sizga 1000 marta aytdim-ku buni. Men, onam, buvim va hatto momom ham shu belanchakda yotganmiz. Unda bu belanchakda bir o'g'il yotish vaqti kelmadimikin? Yana boshladingizmi? Nima farqi bor? 135 kundan so'ng ma'lum bo'ladi o'g'ilmi yoki qizligi. Qani ko'raylikchi, nimalar bor ekan. Voy, buncha chiroyli bu. Men xohlagan rangda. Buni oyingiz uchun oldingizmi? Chiroylimi? Chiroyli, lekin oyingizga bu uslubdagilari yoqadimi yo'qmi bilmayman. Voy! Bu menimcha aynan o'sha. Ha, eng yaxshi ko'rganim. Qarang, sizga yoqdimi? Sizga o'zi qanday hidlar yoqishini hech bila olmadim-da. Farzonachi, unga kitob olmadingizmi? Oh, baribir oxiri unutibman. Suheyl. Rosti bularni ham shosha-pisha yo'l-yo'lakay oldim. Ha, o'zim o'rgilay sizdan. Men bilaman haqiqiy sovg'alar bunisi-da. Bolamizga nima olganingizni ko'raychi. Avval ultratovush tekshiruviga boramiz. Undan keyin. Betayin. Sizni bu qilig'ingiz diplomatlar tilida qanday aytilardi? Siz xohlayotgan narsalarni qo'lga kiritish uchun qanday imkoniyatlarga egasiz deymiz. Demak, agar bu chamadon ochilishi kerak bo'lsa, avval ultratovush tekshiruviga borishimiz kerak. Hoy, Qani Xudo ko'ray haqqi nimalar qo'yma. oldingiz? Bo'ldi. Baribir ko'raman. Salom, xayrli kech. Men Shukuhi bo'laman. Akrami xonim bir necha bor qo'ng'iroq qildim, biroq biz bilan bog'lanmadingiz. Shuning uchun ovozli pochta yuborishga majbur bo'ldim. Sizni tabriklayman. Kasting natijalariga binoan jyurilar sizni orkestr solisti deb e'lon qilishdi. Bir oydan so'ng Avstraliyadagi konsertga boriladi. Shuning uchun iltimos ertadan boshlab har kuni tushdan so'ng soat 4 da repetitsiyalarga kelishingizni so'raymiz. Suheyl kim ekan? Vazirlikdan.
Ertangi majlis haqida eslatib o'tishibdi. Mana kichkintoyning yurak urishi. Biroz ovozni ko'tarasizmi? Albatta. Eshityapsizmi? O'zim tushdan keyin elchi bilan bog'lanaman va bir daqiqa. O'g'ilmi? Ha. Haligi ular ba'zi bir tekshiruvlar o'tkazishimiz kerakligini aytdilar. Kechirasiz, ming bor uzr. Alo. 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 O'zim qo'ng'iroq qilaman. Nima deding? Farzona qo'yaver. Hech nima yoqmayapti hozir. Nima bo'ldi ekan? Menimcha, yutayotganim uchun toshlarni otib yubording. Axir oddiy ultratovush tekshiruvi uchun buncha tekshiruvlar kerak emas. Seni nima qilsa bo'ladi-ya? Yo uxla, yo toshlarni qayerga tashlaganingni ayt. O'yinimizni davom ettiraylik. O'zimdan xavotirda emasman. Bolamga hech nima bo'lmasa bo'ldi. Mana buni qarang. Ha, buni taxmin qilgandim. Xonim, kimyoviy zaharlanganingizni bila turib, homilador bo'lishdan avval nega shifokoringiz bilan maslahatlashmadingiz? Kimyoviy zaharlanishmi? Axir u juda yaxshi edi. Esimda, hattoki kimyoviy zaharlanishdan hafta o'tar o'tmas barcha asoratlardan qutulgandi. Juda tez tuzalib ketgandi. To'g'rimi? Ha. Xardal gaz bilan zaharlanib xastalangan bemorning butunlay tuzalishi tibbiyotda hozircha imkonsiz. Men yaxshiman-ku. Zohiran ha. Lekin zaharlanish turli shakllarda o'zini ko'rsatadi. Oddiy shamollash yoki ozish va boshqalar, biroq hozir kasallik homilangizga ta'sir o'tkaza boshlagan. Bolamga nima Bir qilgan? daqiqa sabr qil. Janob doktor, muammo ayolimdami yoki boladami? Bolada deyapti. Shoshmay tur. Dan-A tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, bolangizda gipoplaziya va o'pka siqilish tashxislari bor. Dunyoga kelganidan so'ng boshqa kasalliklar ham yuzaga kelishi mumkin. Bular qanday kasallik bo'lishi mumkin? Sizga buni aniq ayta olmaymiz. Tekshiruvlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bolangiz nogiron tug'ilishi mumkin. Bolali bo'lishni o'ylamasligimiz kerak edi. Afsuski, eng xavfli tomoni kimyoviy zaharlanish homilaga ta'sir qila boshlagan. Bundan qochib bo'lmaydi. Eshitaman.
Salom Farzona. Salom. Nima qilay? O'zing qaror qabul qilishing kerak. Agar rahmatli doktor Zabur tirik bo'lganda va bolangiz bo'lishi kerak bo'lganda, nima qilgan bo'larding? Men o'ldirishga jur'atim yetmasdi. Axir men ham o'ldirmoqchi emasman. Seni fikringni bilmoqchiman xolos. Operatsiyaga boraymi yoki yo'q? Operatsiyani esingdan chiqar. Sen holatingdan kelib chiqsak, 80% operatsiyadan chiqmaslik ehtimoli bor. Buni senga kim aytdi? Shifokorlar. Ular yana nima deyishdi? Salom. Salom. Rahmat. Bora qol, biroz dam ol. Zumrasha qo'yarmidi dam olishga? Kiyiming rosa yarashibdi. Kechki ovqat tayyor. Balki domladan so'rab ko'rarmiz. Nima qilsak to'g'ri bo'lishini u aytar. Nima deysan? Nima uchun? Doktor nima deganini o'zing eshitding-ku. Ehtimoli bor dedi. Doktorlarning odati shu, hamisha ehtimoli bor deyishadi. Ha, mening ham operatsiyadan chiqishim bir ehtimol. Chiqqan taqdirimda ham boshqa ona bo'la olmasligim mumkin. Bola bilan birga bachadonni ham olishlari rostmikin? Sen tag'in nimalarni o'ylaysan, ha? Siz menga hammasini aytmadingiz, Suheyl. Farzona. Baribir tilini tiya olmabdi-da manja. Hoy, Xudo haqqi, mana shunaqangi qiliqlar uchun ham oilasi buni bahridan kechgan. behudaga aybni boshqalarning bo'yniga ilmang. Balki shunday bo'lishida ham bir hikmat bordir. Nima, Xudo seni kimyoviy zaharlanishingni xohlabdimi? Men vazirlikda endi o'sishni boshladim. Hozir hali qanday ahvolda tug'ilishi noma'lum bo'lgan bola dastidan ishonchli bir mutaxassis topdim. Men bugungacha hech ham gapingizdan chiqmadim. Hozir Xudo ham- haqqi, agar 1%gina bo'lsa ham xatarli bo'lganda men bunga bormagan bo'lardim. Avansini ham berib keldim. Qara. Anchadan beri bir idishda ovqatlanmabmiz. Birga yeylik. Ancha kutdim. Kelmaganingizdan keyin men yeb oldim. Bola sababli och qolmasligim kerak.
Janob Kovion pur bo'laman. Ha, marhamat. Kiringlar. Salom. Iltimos bo'ldi. Xudo haqqi yetar. Bas, kerak emas. Yo'q. Qo'llarni mahkam ushla. Bog'la qo'llarni. Bog'lasang-chi bo'l. Yo'q. Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi. Baqirmang. Yo'q. O'tir. Hozir tugaydi. Bo'ldi, Ahamiyat qo'llarni berma. yeching. Yo'q. Turishiga qarashib yubor. Bo'la qol. Hammasi yaxshi. Og'riqlaringiz o'tib ketadi. Bo'ldimi? Qutuldikmi, doktor xonim? Ha, Qo'llaringiz dard ko'rmasin. xo'p. Navbatdagi. Kelaver. Kelaver. Salom. Salom. Ke. Salom. Salom. Kelinglar. Janob tashqarida kutib turing. Xonim, siz esa orqaga o'tib kiyimingizni yeching. Xonim, men 4,5 oylik homiladorman. Bola og'riqni hozir his qiladimi, yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Og'riq his qilmaydi. Xotirjam bo'laver. Kiyimlarini yechsin, yordamlash kiyimini yechishga. Axir o'zim yechaman. Axir men yurak urishini his qilaman. Baliqchidek ichimda qimirlaydi. Baliqchadek. La'nat harom yey, qiliqlarini qarang, baliqchamish. Bu janob meni erim bo'ladi, xonim. Nima farqi bor? Hammangiz shunday deysiz. Siz qanday muomala qilyapsiz? Men nima sizga? Qarang, bolamizni haromi deyapti bu. Bo'ldi. Doktor xonim, bu qanday gap bo'ldi? Biz rasman er-xotinmiz. Buni menga farqi yo'q. Xonim, yo kiyining, yo tashqariga chiqing. Meni vaqtim yo'q. Siz meni qanaqa joyga olib keldingiz? To'xtab tur, o'zim tushuntiraman. Nimani tushuntirasiz? Xonim, siz menimcha noto'g'ri tushundingiz. Nimani noto'g'ri tushunaman? Kirib olib og'riq his qiladimi, undaymi, bundaymi deydi. Menga xuddi bachadondan sug'urib olishini Men bilmaganday. bu bolani onasiman. Spidi. Uni og'riq his To'xta. qilish yo qilmasligini bilishim kerak emasmi? Bu yerga keladiganlarning hammasi ona, faqat afsuski otalari kimligi noma'lum. Agar ona bo'lsang, borib bolangni Siz dunyoga bunday keltir. Nima qilmasligingiz qilyapsan kerak. bu Xonim, yerda? sizga tushuntiryapman. Iltimos. Bolamni Nimalar onasiman, deyapsiz? bolamni onasiman deydi. Tushuntiryapman-ku Iltimos sizga. ketaylik bu yerdan. Meni vaqtimni olmay, janob, tashqariga Xonim. chiqing. Iltimos ketaylik. So'nggi marta yod Xonim, dedim. iltimos, Bo'ldi, men yey. hammasini- Menga o'zini muqaddas qilib Xonim, ko'rsatadi bu shoshmang. yerda. Iltimos qilaman sizdan. Chiqinglar Shoshmang deyapman. tur. Iltimos deyapman. Xonim, men sizga Meni tushuntirdim-ku ham hammasini. To'g'ri kelmasa Xonim, chiqib keting. Ey xonim, kasofa. kechirasiz, ketaylik, xonim. iltimos. O'chir ovozingni. Doktor xonim, men janob Najmiddinga ham aytgandim. Sizdan iltimos qilaman. Asabimni buzdi bular. Bor eshikka qara kim ekan. Iltimos, biroz tushuning, iltimos. Janob chiqib keting. Asabim dosh bermaydi boshqa. Chiqing. Meni ham biroz tushuning, iltimos xonim. Faqat janob Najmiddin haqi hurmati. Boring, chaqiring kelsin. O'zim o'rgilay, bu ham nevaraginamni beshigini yopinchig'i. Sohailga deb to'qiyotgan sholingga ishonaymi yoki bu 1,5 oylik arazingami sepidi? Labba eshitaman. Alo. Alo. Eshitaman. Kutib tur.
Mana. Qanday mazali bo'pti. To'kilmasin yana. Bu mojarolar tugagach, keyingi bosqichlarga birga boramiz. Hay aytgancha, keyingi safarimiz Italiyaga bo'ladi. Venizni ko'rishing kerak. Voy, biram chiroyliki. Sizningcha bunda joni kamroq og'rirmikin? Doktorning aytishicha, dorini yuborgach, bola hushini yo'qotar ekan va hech nimani sezmas ekan. Qaniydi shu sonografiyaga bormaganimiz deydi. Bu beshafqat dunyo nomli changalzorda sog'lom insonlar ming azoblar bilan haqlari uchun kurashganda Spide bizdan keyin bu nogiron bola hayotda qolsa, o'zini qanday eplaydi, o'zing o'yla. Spidejon, yurishing kerak. Yo'q, yura Iltimos, olmayman. yurishing Yo'q, kerak. yura Yura qol. olmayman. Yura olasan. Yura olmayman. Mana, yuryapsan-ku. Kelaver. Uddalaysan, azizam. Bola tushishi uchun yurishing kerak, bo'ldi. azizam. Yana biroz. Yo'q, Ofarin, mana shunday. Yo'q. Shunday. Kel. yo'q. Bola tushishi kerak. Yurishing Yo'q. kerak, Spide. Yura qol. Yo'q. Yuraver. Kelaver. Bo'ldi. Yuraver. Ko'proq yurishing kerak. Yura qol. Sen uddalaysan. Yo'q. Yo'q. Spide, laf yemadingmi? Nimalar qilyapsan o'zingdan? Injiq bola. Ha, injiq bolamni ayrilgisi kelmayapti. O'lib qolaman hozir, Suhailjon. Bunisini ham ursang albatta tushadi. Bolam! Bag'ridan o't bolam bu hayotni. Axir homilasi 6 oyligini bilasiz-ku. Nega ukol olishiga qo'yib berdingiz, Suhail og'a? Sepidejon. Bu men Farzona. Ey Xudo, o'zing asra. Ya Rasululloh, yordam bering, yordam qil. Xudoyim o'zing rahim ayla. Yordam beringlar. Havo. Nafasim.
Salom, otalik qutlug' bo'lsin. Salom. Salom Suhailjon. Nima bo'ldi, qizim? Bolani hatto ko'rishni ham xohlamayapti. Aytmadingmi, axir bu bola erta tug'ildi. Bir muddat uskunalarga ulangan bo'lishi kerak demadingmi? Noqis bola mozorda yotish kerak, bu yerda emas deyapti. Ajrashamiz dedi. Biz telefonda kerakli gapni gaplashib bo'lgandik. Nega meni ishdan qoldiryapsan? Qaytib seni bu yerda ko'rmay. Bunga indamay jim qarab tura olmasdim. Ket. Xudo haqqi. Sizning unga bunday munosabatda bo'lishga haqqingiz yo'q. Men ko'z o'ngimda Sepideni adoyi tomon. Ovozingni ko'tarma menga. Menga qarang, qo'rqayapsizmi? Shuning uchun ham orqa eshikdan keldim. Janob diplomatni xotini va bolasiga qanday munosabatda ekanligini sezib qolishmasin deb. Men bunga yo'l qo'ymayman. Sen bizni advokatimiz bo'lishga ahd qilgan ekansan. Unda kimyoviy niqoblarni sen noto'g'ri olganingni ham aytishing kerak emasmi? Nega aytmading? Sendan so'rayapman. Xohlasang men aytaman. Men uchun bu olishuv tugaganiga ancha bo'lgan. Tushuninglar. Tovon to'lashga men majbur emasman. Demak, bu bola tovon to'lash kerak ekanda. Bu dunyoda hamisha ortiqcha keraksiz narsalar bo'lgan. Bu nogiron bola ham bu dunyoda ortiqcha. Bo'ldi jonim, bo'ldi. Jonim bolam o'zimni, jonim o'zimni. Bo'ldi. O'zim o'rgilay bolajonimdan. Yo'q, bu yerda ikkinchi oktavadan. Re fa 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 mi, re fa fa fa. Do diez. Sepidejon, Sepide, bo'la qol qizim. Saidni doktor nazorati bor bugun, kech qolmanglar. Bo'la qol azizam. Bo'l. Sizning varaqangizda gazdan zaharlanish paytingiz bilan bog'liq Xardal gazdan zaharlanish, janob doktor. mening tashxisim shuki, bolangizda genetik noqisliklar bor. Gazdan zaharlanishning esa bunga aloqasi yo'q. Xardal gazidan. Agar xardal gazdan zaharlanish tufayli ekanligini tasdiqlasam, ko'proq pul berishadimi? Xonim, bularni xatosiz yozib berishga harakat qiling.
Agar topshiriqni yaxshi bajarsangiz, bu yerda hali ishlar ko'p. Yillar o'tib, ovozini ko'tarib, baland-baland gapirayotgan birinchi erkak. Salom. Salom Tillo bolam. Xayrli tong. Senga ham xayrli azizim, yaxshimisan bolajonim? Yaxshiman. O'tira qol. Said, Nima bu? onang kecha kuni bilan buni qidirdi. Ol, hozircha bittasini olib bor. Judayam chiroyli ekan. O'zim qurboning bo'lay. Buvijon, Labbay jonim bolam. siz nega havorang kiyim kiymaysiz? Bolajonim, yoshimga to'g'ri kelmaydi. Havorang sizga judayam yarashadi. O'zimni arslonim, o'zim o'rgilay sendan, yuragimni parchasi. Said, o'g'lim uyg'oqmisan? Ha, shu telefonga javob ber bolajonim. Hozir oyi. Salom va xayrli tong. Assalomu alaykum, oyijon, nega uyg'otmadingiz? Nega uyg'otay? Alo. axir? Alo. Oyijon, 10 daqiqa kechmi ertami farqi yo'q menga. Alo. Nega uyg'otay? Alo. Kim ekan o'g'lim? Bilmayman. Menimcha dadam bo'lsa kerak. Gapirmadi. Oyi, soat 8da ketishimiz kerak. Bilaman bolam. Salom Said. Salom amaki. Ol, har yarim soatda qopqog'ini ochib tur. Bular nafasi olishsin, xo'pmi? Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xudo yor bo'lsin. Xudo yor bo'lsin. Farzona xolang kelmadimi? Voy bularni. Voy. Qani bo'la qol. Bo'l. O'tira qol. Xolasini joni. Bo'la qol bolam. Kela qol. Salom. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Rubik amaki bugun yana nima Sichqon. berdi? Sichqon? Sichqonchi. Muncha chiroyli.
Salom bolalar. Qalaysan, Said? Yaxshimisizlar? Salom. Salom, qalaysan? Suhailjon, ol. Ol. Jonim, Farzona buni qara. Oldin oyoq qo'llarini ishlata olmasdi. Endi nimalar qilayotganiga qaragin. Agar konsert o'tkazsang, homiylar yana ham ko'proq yordam qilishadi. Ha, avval shu Said bilan Mahiyoni yo'lga qo'yishimiz kerak. Keyin boshqalarni nima qilish haqida o'ylaymiz. Hoy bola, boshing. Sizningcha bir kun kelib mashhur qo'shiqchi bo'lishim mumkinmi? Agar pastki oktavalarda falj kuylamasangiz. Unda shunday kuylayki, onam men bilan faxrlanib yonimga kelsin. Shunda yana birga yashardik. Men esa bu yerda butunlay qolishni xohlayman. Said Axiroying seni yaxshi ko'radi-ku, nega bu yerda qolishni xohlayapsan? Unda. Buvim buyrak sili. Oyim juda ko'p ishlaydi. Juda ham charchagan. U senga yolg'on gapiryapti, demak erga tegmoqchi. Meni oyim yolg'on gapirmaydi. Yolg'on Maryamni oyisiga o'xshab yolg'on gapiryapti. O'zim eshitdim yordamchi Emina xonimning gaplarini. Meni bu aqli kalta tushunmaydi deb o'ylaydi. Maryamning dadasi urushga ketganicha uyiga boshqa qaytib kelmagan. Maryam esa hali aqli yo'q payti ko'p baqirib yig'lar va ishtonini qo'llab qo'yaverarkan. Onasi esa bechorani kichkinaligiga qaramay urgan va uni oyoq qo'li qiyshayib nogironga aylangan. Maryamni dadasi oyisiga agar qaytmasam ularga izsiz yo'qolgan deb aytishga qasam ichtirgan ekan. Meni dadam ham urushda bedarak ketgan asirlardan. Salom. Bu buvimni farishtachasi. Buvimni aytishicha, bolalar dunyoga kelayotganda ikki farishta bilan tug'ilarkan va ular uni umrini oxirigacha himoya qilisharkan. Ol. Bu seniki bo'lsin. Balki dadang qayerda ekanligini bilar. Balandroq. Eshitilmayapti. Eshitilmayapti, balandroq. Eshitmayapman, balandroq kuylang. Ritmda kuylang. Ritmdan qochmang. Balandroq kuylang. Dilda mening og'riq ohim,
Yetarmikin nolam, Allohim? Otammidi, onammidi meni bilgan? Bu yerlarga bilib-bilmay rizqim qo'shgan. Bitgan ekan bizga shunday taqdiri azal, aylagandir shunga qo'shib balki afzal. Bir kun kelar hisob vaqti, so'nmas shunda ota-ona haqqi. Said. Said o'g'lim. Said! Nega xomushsan? Bugun musiqa darsida o'zimdan ketib darsni buzdim. Hech qisi yo'q. Hayotda hammamiz ham qachondir nimalarnidir bilib-bilmay buzamiz. Rubik amaki, Ha? Hazrat Isoni otasi bo'lmagani rostmi? Otasimi? Bo'lgan, faqat biz insonlarda bo'lgani kabi emas. Nega? Jabroil yaratgan tomonidan muqaddas Maryamga yuzlanadi va yaratgan unga farzand ato etganini va unga Iso deb ism qo'yish kerakligini ta'kidlaydi. Hazrati Maryam esa axir qanday qilib mening erim yo'q-ku deya so'raydi. Jabroil esa unga yaratganning xohishi bu, sen ersiz ham farzandli bo'lishing uning senga atagan inoyatidir, deydi. Hazrat Iso dadasini ko'rgisi kelmaganmi? Sog'inmaganmi? Yo'q. Hamisha otasini ko'rishga mushtoq bo'lgan. Otangni ko'rging kelyaptimi? Sog'indingmi? Men hech qachon ko'rmaganman. Qaniydi Xudo Maryamni ham o'zining qizi deb bilsaydi. Maryam kim? Mehribonlik uyidagi bir qiz. Uni ham otasi urushda bedarak ketganlardan. Sizdagidek mana bunaqa rasmlardan unda ham bor. Dadasini ko'rishni shunaqa xohlaydiki, lekin bu haqda gapira olmaydi. Bu almashtiriladigan bo'libdi. Rudoid. Rubik. Qayerlarda qolib ketdingiz? Hammamiz sizni shahid bo'lgansiz deb o'ylagandik. Ismim Qizil yarim oy jamiyati ro'yxatiga berilmagan ekan, nima ham qila olardim? Sizni ko'p kutdim. Barcha asirlar qaytishdi, ammo sizdan hech bir xabar bo'lmadi. Qorningdagi kimning bolasi? Sizdan hech qanday xabar bo'lmagach, keyin men ham Petrosga qizimiz nazoratsiz qolmasligi uchun Qizim. Maryamim qayerda? 3 kundan beri sizni tushida ko'radi. Dadam qayerda bo'lsalar ham qaytadilar dedi. Keling, kiring, nega uyga kirmayapsiz? Hali erim ishdan qaytgani yo'q. Agar ichkariga kirsam, Petros, sendan iltimos, meni ko'rganingni hech kimga aytma. Buni bilsa Petrosning hayoti vayron bo'ladi.
Oyi kim ekan, dadammi? Kelishlarini bilardim. Dada, ketmang. Dada, dada. Ketib qolmang. Dadamni ko'raman deb kelyapti axir. Iltimos ketmang. Dada, ketib qolmang. Dada. Dadangni yana tushingda ko'rding deb ovut, xo'pmi? Axir kelyapti. Sizni ko'rsin. Ketmang. Otang izsiz yo'qolgan deb ayt. Voy. Kel o'zimga, o'zimni shahzodam. Salom. Salom. Salom janob Azimiy. Salom Akrami xonim. Yo'q, o'tiravering. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugun judayam ertaroq kelibsiz. Ha, shunday. Bu ham Puravi xonimning materiallari. Marhamat qilib o'tiring, xonim. Hozir sizga choy olib kelaman. Janob Azimiy, rahmat, kerak emas. Men shoshib turibman. Bir necha daqiqangizni ayamasangiz, sizda ishim bor edi. Marhamat, o'tirsangiz. Bu hafta shundoq ham ko'p maqola uyda qoldi. Ulgurmayapman, yangi ish ola olmayman. Yo'q. Men yozuv ishini nazarda tutmadim. Haligi Akrami xonim, siz hayotingizda choy ichganmisiz o'zi? Nima? Choy? Ha, yo'q. Hech nima. Haligi shu yerda ekansiz, biroz o'tirsangiz kelib qolardilar. Kim kelardi? Onamlar. Ular yo'ldalar. Sizni ko'rmoqchi edilar. Mendan ularga salom ayting. Inshaalloh boshqa bir safar deb aytarsiz. Xayr.
Xursand bo'lish o'rniga nega xafa bo'ldingiz, buvijon? Bolalar ham dunyoga kelayotganlarida yig'lab kelishadi. Nimaga? Bola tug'iladigan payt kelganda yoniga Xudo yuborgan bir farishta keladi va unga tayyorlan. Chunki shunday bir dunyoga boramizki, changalzorlar va yulduzlarga to'la ko'm-ko'k osmoni bor bir dunyo deydi. Bola uni o'ldirishlardan qo'rqadi. Keyin farishta uni bu dunyoga yuboradi va uni umrining oxiriga qadar himoya qiladi. Hozir esa o'sha farishta kelib meni haqiqiy dunyoga olib ketishini kutyapman. Rahmatli bobongni ovozini qanchalik sog'inganimni bilsayding. Judayam sog'inganman. Salom, Said. Salom, Xorma. rahmat. Ol. Keyin o'qirsan. Nima bu? Aytmayman, uyga borib o'qirsan. Xo'p. O'sha kuni onam sizni zinapoyada ko'rgach, onangiz bilan tanishgani bormoqchi edilar. Afsuski bu orada onangiz ham qazo qildilar. Otam ham sizni juda hurmat qiladilar. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Men bu yerda juda ham yolg'izman. Said bilan ham juda yaxshi chiqishamiz. Uni juda yaxshi ko'raman. Onam sizga kichik bir tuhfa olgandilar. Siz qachon ma'qul ko'rsangiz, siznikiga bormoqchi edilar. Bu azal libosidan ozod etmoqchilar.
bahor faslida Rezo Salom Said. Bugun xonamizda bir gazetaga ko'zim tushdi. Gazetada familiyasi seniki bilan bir xil bo'lgan bir kishini rasmi bilan chop etishibdi. Mening aqlim joyida va o'qish yozishni ham bilaman. taniqli siyosiy ekspert va faxriy diplomat Suhayl Kovyarpur BMTning so'nggi assambleyasidan qaytgach, Suhayl Kovyarpur O'zing uni yaxshi odam deyapsan-ku? Ha, shunday. Bilmayman. Qanaqasiga? Qachongacha yolg'iz o'tasan? Kim kimga aytyapti bu gapni? Mening vaziyatim boshqa. Men yolg'izlikka ko'nikkanman. Saidga nima deyman? Bu uning uchun ham bir xayrlidir. Seningcha bu Saidga bo'larmikin? Kerak emas. Bunisi esa senga. Qo'ysangchi, o'zim olaman. Bo'ldi, endi aza kiyimidan chiqishing kerak. Jigar inson organizmidagi eng muhim organlardan biri bo'lib, u gormonlar va faol moddalar balansini boshqarib, ularning ortiqchasini fermentlar ta'sirida parchalaydi. Jigar orqali ham arterial, ham venoz qon oqadi. Salom. Salom. Akbarixonimda ishim bor edi. Yo'qlar. Hozir kelib qolsalar kerak. Kechirasiz, kim bo'lasiz? Siz kimsiz, janob? Men haligi ularni qarindoshi bo'laman. Ha, aytdim o'zim ham tanish ko'rinyapsiz deb. Marhamat, chiqavering, marhamat. Bu choyni tezda olib otangga olib bor. Hozir baqirishni boshlaydi. Meni darslarim bor, oyi. Ol dedim. Marhamat, yuqoridagi qavatda turishadi. Chiqavering. Eshikni yop, quyonim tashqariga chiqib ketmasin tag'in. Yanamasang yo'qqa o'xshaydi. Said, yur ketdik, pastda o'ynaymiz. Kechirasiz. Ichkariga kirib o'tiring, hozir kelib qolishadi. Amirjon, yur bolam. O'rtog'ingnikiga mehmon keldi. Kelsa kelgandir, menga nima? Qo'ying meni bir pas o'ynay, oxir oyi nega unday qilasiz? Oldimga tush, mehmon kelgan deyapman. Salom. Kechirasiz. Yur. Oyi, qo'yib yuboring, o'ynagim kelyapti, oyi. Baqirma, uyat bo'ladi. Salom. Qo'rqmang, tashqariga chiqmoqchi.
uchib ketgani dadasi edi. Bir necha kunda ikkita chiroyli jo'ja ochadi. Keling ko'ring. Yo'q. Said. O'g'lim. Uydamisan? Senga sovg'am bor. Saidjon, meni qo'rqitmoqchi bo'lib yana nayrang qilmassan? O'tgan safardagidek 3 metrga sakrab tushmay tag'in. Undan ko'ra kelib sehrli o'pich inom qilsa bo'ldi o'g'lim. Oyisini charchoqlari tarqalardi. Said. Said, bolam. Said. Said. Said, och eshikni. Said. Bolam. Bolam, nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi bolam? Senga nima bo'ldi bolajonim? Yo Xudo, o'zing asra. Said. Nima bo'ldi senga bolam? Nafas ol. Nafas ol bolam. Nafas ol. Nafas ol. Said, nafas ol bolam. Said, nima bo'ldi bolajonim? Ya Xudo. Yo. 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 Bolam. Bolajonim. Meni kechir bolam. Hali vaqti emas deb o'ylaganim uchun senga aytmagandim. Biror kun Mavridi kelganida baribir aytardim. O'g'limning ulg'ayib qolganini payqamay qolibman. Otang men uni yaxshi ko'rmasdim. Chiqisha olmasdik. Ajrashishga majbur bo'ldik. Lekin sen qachon xohlasang otang bilan ko'risha olasan. Rubik amakinga kechki ovqat olib bormaysanmi? Juda ham mazali, qiymali ovqat qildim jonim bolam. Bolajonim. Eshitaman. Salom. Gaplashib olishimiz kerak. Siz? Suhailman. Alo, Spide.
eshityapman. Deraza yoniga kelsang meni pastda ko'rasan. Esingdami, doim uyingizni yoniga kelib telefon qilardim. Qo'lingda telefon bilan deraza oldiga kelib qararding. Eshikni och, uyga chiqmoqchiman. Salom. Salom. Kirsam bo'ladimi? Agar o'g'lingizni ko'rishga kelgan bo'lsangiz, keling. Ochiq qolsin. Said tashqarida, hozir keladi. Onangni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Bugun bildim. Rahmat. Men Saidni chaqiray. Hozir emas. Hech ham o'zgarmabsan. Bu vaqt ichida dunyoning ko'p yerlarida bo'ldim. Odamlar, ayollar. Lekin Xudo haqqi, hech kim seni o'rningni bosa olmadi. Hech kim. Odam juda ko'p narsani qadrini bilmas ekan. Qo'ldan boy berganda esa qo'lingga nima bo'ldi? Shuncha payt dunyo kezibsiz. Loaqal bir bor o'g'lingizni holini so'rash xayolingizga kelmadimi? Va'da beraman. Eng yaxshi murabbiylarni yollayman. Eng yaxshi markazga joylashtiraman. Xohlagan payting borib ko'ra olasan. 10 yil o'tib kelyapsiz. O'g'lingizni bag'ringizga bosib, o'pib, erkalash o'rniga chiqib keting. Tashqariga. O'z qo'limda emas. Uni bunday ko'rishga chidolmayman. Har kimning ham kamchiligi bor. Lekin buni ko'tarishga va qabul qilishga hamma ham dosh bera olmaydi. O'tmishdagi xatolarimni to'g'rilashga keldim. Siyosat sizga hamma narsani to'g'rilash, o'lchash mumkinligini o'rgatdimi? Boring, qo'lingizdan kelsa dunyoni o'zgartiring. Men va bolamni hayoti bilan nima ishingiz bor sizni? Men hozir orkestrda o'z o'rnimga ega bo'lgan bo'lardim. Agar siz o'sha xabarni o'chirmaganingizda, meni uydan haydadingiz. Said har safar dadam deb so'raganda, shahid bo'lgan dedim. Qabri qayerda deganda ma'lum emas bolajonim dedim. Faqatgina sizdan ranjib, yuragida sizgagina saqlamasin deb. Lekin siz bugun uni yuragini tilka pora qildingiz. Aslida dunyoga kelmasa o'ziga yaxshi bo'lardi. Na bemalol yura oladi, na bu chirkin havodan nafas ola oladi. Faqat sen ona bo'lishni xohlaganing uchun bu bolani shuncha azob chekishi insofdanmi? Judayam tuban odamsiz, janob Kovyorpur. Meni o'g'lim 3 yildan so'ng musiqa kollejida oddiy bolalar bilan birga ta'lim oladi. Barcha shaxsiy yumushlarini o'zi bajaradi. Uyga bozorni ham shu bolam qiladi. Hozirgacha u bilan tanishib, uni yaxshi ko'rib qolmagan insonni o'zi yo'q. Siz boring, o'z ahvolingizni g'amini yeng. Salom.
Salom bolajonim. Salom. Salom. Kelayotganingni sezmay qoldim. Qadam tovushlaringni ham eshitmabman. Bu janob seni otang. Unga biroz vaqt berishing kerak, xo'pmi? Ovqat mazali bo'libdimi? Hami? Qani menga qaragin-chi. Saidjon. O'g'lim. Saidjon. Said. Tur o'g'lim, kiyimlaringni yech. Hammomga kirishing kerak. Men senga tur demadimmi, Said? Tur endi. Cho'milmayman. Bo'ldi qil, Said. Xohlamayman, kerak emas. Bo'ldi qil dedim senga. Nima qilyapsan? Qo'yib yuboring deyapman. Evoh, senga nima bo'ldi? Cho'milmayman, oyi. Meni qiynama. Nima bo'lyapti, bolam? Baqirtirma meni, bo'ldi qil. Xohlamayman. Bo'ldi qil, Said. Asabimga tegyapsan. Qo'yib yuboring. Yetar dedim senga, bo'ldi qil. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring deyapman. Said, bo'ldi qil, bolam. Cho'milmayman, oyi. Bo'ldi qil, o'zingni bos. Oyi. Said, qo'yib yuboring, oyi. Bolam, bo'ldi qil. Iltimos, meni qiynama, bolam. Qo'yib yuboring. Xudoyim. Voy dod. Eshitaman. Alo. Alo. O'yin o'ynama men bilan. Said, oyingni jahlini chiqaryapsan, bola. Said. Xudoyim, jahlimni chiqaryapsan.
Kunlarning birida bir mitti chumoli hayhotdek filni qo'liga chiqib olib, unga qarab, "Janob fil, men bilan turmush qurasizmi?" debdi. Fil ham unga qarab, bu taklifdan xursand bo'lib, "Ha, turmush quraman" debdi. Bu taklifdan keyin bechora chumoli o'lib qolibdi. Bir kun bir janob bir yerga qo'ng'iroq qilib, "Bu yer 222 mi deb so'rabdi. Telefonga javob bergan janob ham "ha" debdi. Keyin bu janob unga "Kechirasiz janob, Tehron favqulodda holatlar markaziga telefon qilib, meni barmog'im 2 raqamiga yopishib qolganini ayta olasizmi?" debdi. Kulib yubormagin tag'in. Agar kulsang, osmon uzilib yerga tushadi. Xo'p, tayyormisan? 1, 2, 3, 4, 5. Bir, ikki, uch. Mi, Said. Mahyoni butun umidi sendan. Falsh aytsang indamayman o'g'lim, lekin mi notasini to'g'ri chalishing kerak. Qaytadan chalamiz, bitta oldingi taktdan boshlab. 1, 2, 3, 4, 5. Mi majordagi mi minor, mi misli mohtob, mi misli bunday qilma. Siz meni bunday tug'ilishimni bilgan ekansiz. Senga hech nima qilmagan. Sen yaxshisan o'g'lim. Sen sog'lomsan jon bolam. Jonim bolam, sen yaxshisan. Menga qara, Said. Nima qildi senga? Said. Senga nima bo'lyapti? Ey Xudoyim. Men birovga nashriyotga borib kelishim kerak o'g'lim. Farzona xolangga aytaymi? Kelishini xohlaysanmi? Aminmisan? Xo'p, mayli. Eshikni oching. Menga qara. Oching, eshikni oching. Nega meni gapirib eshitmaysan? bo'ldim. Sendan so'rayman. Oching shu eshikni. Qo'ying, men bolam bilan hayotimizni qilaylik. O'shanda ham menga qarshi shunday deganding. Hayotimni o'zim qurmoqchiman deganding. La'nat, eshikni qo'yvor. Nega hech qachon meni tushunmading? Men ham odamman axir. Sevaman seni. Bo'g'ilib ketyapman. Nafas ola olmayapman. Oching shuni. Marhamat qilib tushing mashinadan.
Bu qurib ketgur obi hayotdek qimmatli yer-u ko'kda ham topilmaydi. O'tir. Qancha bu yerda? 120 tuman. Seni narx-navodan xabaring yo'q shekilli. Abbos og'adan doim shunchaga olardim. Obi hayotning qiymati insonning yoshi bilan teng yuradi. Har kuni oshaveradi. Abbos og'a buni tushunmadi va xonavayron bo'ldi. Hozir yonimda boshqa pulim yo'q. Shunga nechta kelsa shuncha ber. Xo'sh, men nima uchun qutisini ochib sotishim kerak? Qoshiq qovog'ing butun omborni to'ldirib yubordi-ku. To'xta. 3 dona olsang ham bo'ladi. Bu ikkitasini ham beraymi? Agar xo'p desang, pulingni olib tekinga olasan. Qo'rqma. Qo'rqma. Nima, men shilqimga o'xshaymanmi? Qimirlasang so'yaman. Ay! La'nati! Voy, nima qildim? Ket bu yerdan! Qani yo'qol, yaramas. Yaxshilikni bilmaydigan. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Qaytib yordam so'rab kelma. Hech narsa bermayman senga. Qo'yib yubor, tegma. Qani, berchi bu yoqqa. Ber, qani bo'l. Qo'lingni tort. Voy, Ketdik. o'g'a. Baqirishini qara. Manchalaqa. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol! Qo'lingni tiy. Yaramas ablaqlar. Top qo'lingni. Hozir politsiya chaqirmasindan O, ket bu jonida. yerdan. Mehring jo'shib ketdimi? Qani kela qol. O'zingni bos, Dabdalangni chiqaraman. Qani Tort kela qol. qo'lingni Hozir deyman. senga ko'rsatib qo'yaman. Yo'qol. Bo'ldi, Ma. yur. Farishta xonim. Katta rahmat sizga. Ismim Farishta ekanligini qayerdan bilasan? Buvim aytgandilar. Buving meni qayerdan taniydi? Ular doim menga har bir insonni ikkita farishta umrini oxirigacha qo'riqlaydi va yordam beradi derdilar. Ikkinchi farishta qayerda? Ikkinchi farishta Tehronga yetib kelgach, meni yolg'iz qoldirishga ahd qilibdi. Ovqatlanganmisan? Yo'q, Men ham ovqatlamadim. Puling bormi? O'zi ko'chada bir o'zing nima qilib yuribsan? namuna mehribonlik uyiga bormoqchiman. Demak, sen bu jinnixonadan qochmoqchi ekansan-da. Shokolad yesang bo'ladimi? Isming nima? Said, Mening ismim Farishta. bilaman. Yana boshqa ismlarim ham bor. Jennifer, Camila, Katie. Farishta xonim, Nima? men agar uyga bormasam nima bo'ladi? Nima uydan qochdingmi? Otam meni yaxshi ko'rmaydi. Unda nimaga uylanib bolali bo'ldi? Osongina qutulmoqchimi deb aytamiz? Hozir masalan pipi desam, shirin bir to'rt xayolingga keladimi? Oyingchi, u yaxshi ko'radimi seni? Judayam. Mening onamdek. Meni ham onam juda yaxshi ko'rardilar. Farishta xonim, Farishta xonim, Nima? men agar uyga bormasam, oyim mendan xafa bo'ladimi? Toshbag'ir emasdir, bolasini o'ylar. Boshqa menga ergashma. Quloqingga bir tarsak tushiraman, keyin eshikda arilab o'tirasan.
Saddam Husaynning qatli. Farishta xonim, Nima deysan? bu sizga, Farishta xonim. Farishta xonim. Kirsang-chi endi. Oyi, nima bo'ldi? Oyi! Oyijon, nima bo'ldi sizga? Siz doktorga bormadingizmi? Oyi! Oyi, nafas oling. Oyi! Oyi, doringiz qolmabdi. Men buni qilishni bilmayman. Sizga nima bo'ldi, oyi? Oyijon! Oyijonim! Qo'lingni ber. Oyi, men yaxshiman. Buni sizga qilamiz. Qo'lingni ber, bolam. Yo'q, men yaxshiman. Sizga qilamiz. Men yaxshiman. Men yaxshiman, oyi. Yarmini qilamiz. Oyi, oyijon, yarmini qilamiz. Yarmini senga. Yarmini menga.
bolajonim. Yig'lamagin. Yaxshi bo'laman. Yig'lamagin. Kul. Kul, jonim bolam. Jonim bolam. Salom. Xudoga shukr, bugun ancha yaxshisan. Janob Bobok Azimiy kelibdi. Nima, unga bizni chiroyli dugonamiz mushtlashishga usta deb aytaymi? Yo'q. Bilaman, qiyin. Kimyo terapiya og'ir, lekin yaxshi bo'lib ketasan. Va'da ber menga. Va'da beraman. Sepidajon, Jonim. meni aybim bilan sen hozir kimyoterapiya olyapsan. Men o'shanda adashib kimyoviy zaharlanishdan asrovchi niqoblarni olib qo'ygandim. o'n ikki mingdan iborat jamiyatning 8 mingi o'sha kuni kimyoviy zaharlandi. Demak, sen ekansan-da hammani. Dada! Dada, bu men Maryamman. Dada, men Maryamman. Iltimos, eshikni oching. Sizni ko'rmoqchiman. Sizni qanchalik sog'inganimni bilmaysiz. Tirikligingizni bilardim, dada. Yonimizga qaytasizmi? Dada, ocha qoling shu eshikni. Sizni quchoqlay. O'pay, sog'indim, dada. Dada! Mashalloh.
Bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Kel. Isming nima seni qizim? Ma'suma. Ma'suma. Ha, barakalla. Ha, gitarang chiroyli ekan. Chalib berishimni xohlaysanmi? Maryam Ovansion. 1987-yil, vazni 5-10 Xolasini joni, sen bu yerdamiding? Hamma seni kutyapti. Oyimni kelishini kutaman. Bo'lmaydi, bolajonim. Yur, chiqaveramiz. Oying kelib qoladi. Ketdik. O'zim o'rgilay sendan. Sensiz Mahyo va bolalar boshlay olishmaydi. Sepide 1 yil shu konsertni qo'yish uchun zahmat chekdi. Yura qol, oying uchun. میم مثل محبت. میم مثل مریم. میم مثل آنا مهره. کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم. کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. بخواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم. پیشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
Qarsoqlikdan qo'rqib hech qachon farzandlaringizni o'ldirmang. Chunki biz sizga va ularga rizq beramiz. Al-Isro surasi 31-oyat. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Shirin Inomzoda, montaj ustasi Shahzod Eshjonov, muharrir Xosiyat Rajabova, ovoz rejissyori Furqat Bobojonov. Dublyajda artistlardan Iroda Ahmedova, Nasiba Mahmudova, Baxtiyor Yusupov va Boir Xolmirzayevlar ishtirok etishdi.